Demak, birinchi mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Bu mashqda demak, nomi "Was man im Büro alles macht", ya'ni ofisda nima qilishadi degan ma'noni beradi, ya'ni nima bilan shug'ullanishadi. Demak, bu yerda bizga quyidagicha redimitorlar berilmoqda. Albatta bularni birgalikda o'qib tarjima qilamiz va aynan kurs mobaynida o'sha darsda demak dialog sifatida savol-javob mashqini qilishingiz sizdan so'raladi. Demak, birinchi holatda Was machen Angestellte während ihrer Arbeitszeit? Ya'ni o'sha ishchilar ish vaqti mobaynida nima bilan shug'ullanishadi? Was machen Sie selbst? O'zingiz nima bilan shug'ullanasiz? Was machen Ihre Kollegen? Demak, kollegalaringiz nima bilan shug'ullanadi? Demak, birinchi holatda ushbu demak grafikka e'tiborimizni qaratamiz. Emails öffnen, ya'ni emaillar ochishadi, lesen o'qishadi, beantworten javob berishadi. Löschen demak o'chirishadi, weiterleiten uzatishadi, ausdrucken ya'ni printerdan chiqartirishadi. Navbatdagisi demak Dokumente Berichte, ya'ni xat hamda dokumentlarni lesen o'qishadi. Gespräche führen ya'ni suhbatlar olib borishadi. Privat telefonieren ya'ni shaxsiy telefonlashishadi, shaxsiy munosabat bo'yicha etwas kapieren nimadir demak Xerox qilishadi, am kopierishdan ya'ni Xerox apparatida turishadi. Keyingisi Excel tabelle erstellen ya'ni Excel tabellarni hosil qilishadi, etwas kalkulieren nimadirlarni hisob-kitob qilishadi. Va navbatdagisi Termine planen oder vereinbaren ya'ni uchrashuvlarni plan qilishadi yoki kelishishadi. Das macht man immer demak har doim shu ishlar bilan shug'ullanishadi deb berilmoqda. Ikkinchi holatda das macht man oft ya'ni tez qilib turishadi. Demak, Nachrichten in online Netzwerken lesen ya'ni onlayn ijtimoiy tarmoqlardan demak xabarlarni o'qishadi. Dienstreisen organisieren ya'ni komandirovkalarni organizatsiya qilishadi. Besprechungen oder Sitzungen, Meetings teilnehmen ya'ni o'sha uchrashuvlarda demak nima qilishadi? Qatnashishadi. Online einkaufen ya'ni onlayn narsa xarid qilishadi. Privatreisen ya'ni частный o'sha sayohat qilishadi yoki buchen sayohat qilishda demak bron qilishadi deyilmoqda. Va navbatdagisi protokol Berichte Rechnungen schreiben. Protokol xatlar hamda o'sha aplatalarni yozishadi. Va uchinchi holatda kamdan kam qilinadigan holatlar, ya'ni selten nie hech qachon yoki kamdan kam. Dokument übersetzen dokumentlarni tarjima qilishadi. Kunden empfangen ya'ni mijozlarni kutib olishadi. Beraten maslahat berishadi. Geburtstagstage mit Kollegen feiern ya'ni tug'ilgan kunda kollegalari bilan nishonlashadi. Am Geschäftsessen teilnehmen ya'ni biznes o'sha uchrashuvlarda ishtirok etishadi. Mit Kollegen Kaffee trinken ya'ni kollegalar bilan kofe ichishadi. Mit Kollegen über andere Personen über andere Privates reden ya'ni o'sha kollegalar bilan, hamkasblar bilan boshqalar to'g'risida demak gaplashishadi deyilmoqda. Va in der Kantine am Schreibtisch essen ya'ni oshxonada yoki stolda o'tirish, ovqatlanishi. Ikkinchi mashqda davom ettirilyapti. Bu yerda tekst bilan Wie unser Büro Alltag wirklich aussieht. Bizni demak ofis kunlarimiz haqiqatda qanday ko'rinadi deb nomlanyapti. Demak, o'sha Germaniyadagi ofis kunlari haqida gaplashamiz. Birinchi holatda ketdi. Der Tagesablauf von Angestellten ist oft gleich. Sie fahren jeden Morgen pünktlich ins Büro, lesen dort ihre E-Mails, führen Telefongespräche, nehmen an Besprechungen teil oder stehen am Kopierer. Shu yerda tugamoqda, demak. Kun tartibi demak o'sha ishchilarniki deyarli bir xil. Ular demak har kuni o'z vaqtida byuroga borishadi. U yerda demak email o'qishadi, hamda telefon muloqotlarini yo'lga qo'yishadi va majlislarda ishtirok etishadi. Hamda Xerox apparatini oldida turishadi deyapti. Irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr machen sie eine halbe Stunde Mittagspause und abends fahren sie wieder nach Hause. Qachondir demak 12:00 dan 14:00 gacha demak oralig'ida ular yarim soatlab aynan o'sha tushlik pauzasini qilishadi va kechqurunlari yana uylariga qaytishadi. Das meinen jeden Fall die Arbeitgeber. Bunday o'ylaydi har qanday holatda ham ish beruvchilar. Neue Studien
zeigen aber ein anderes Bild. Lekin yangi ta'limot bizga boshqacha rasmni bermoqda. In der Realität kommt jeder Arbeitnehmer durchschnittlich einmal pro Woche zu spät. Real holatda esa har bir demak ish oluvchi, ya'ni ishchilar o'rtacha bir haftada kech kelishadi, ya'ni kech qolishadi deyapti. Rund 2,5 Stunden in der Woche liest während der Arbeitszeit Neuigkeiten auf Facebook oder Twitter. Va 2,5 soat atrofida hafta mobaynida ular o'qishadi. Demak nima? 2,5 soat bir haftada ish paytida yangiliklarni Facebookdan hamda Twitterdan. Außerdem surft im Internet oder kauft bei einem Online-Händler ein. Bundan tashqari internetda o'tirishadi va onlayn xaridlar amalga oshirishadi. Nebenbei schaut ein Angestellter pro Tag 135 Mal auf sein Handy, isst man Arbeitsplatz rund 32 Kilo Süßes im Jahr und trinkt viele Tassen Kaffee. Va bundan tashqari ular kun mobaynida demak 135 marotaba telefoniga qarashadi va ovqat joyida 32 kilo demak shirinliklar yeydi deyilyapti yil mobaynida. Va ichishadi ko'plab kofe, qahva. Beim Kaffee trinken redet gerne mit Kollegen über andere Personen oder Privates. Ya'ni kofe ichish mobaynida ular suhbatlashishadi, aynan o'zlarining shaxsiy hayotlari yoki boshqalarning shaxsiy hayotlari to'g'risida gaplashishadi. Und seine To-Do-List muss natürlich auch noch abarbeiten, einige unproduktive Meetings inklusiv. Va o'zlarining o'sha narsa bajarish listlarida albatta boshqa ishlar ham bor. Misol uchun unproduktiv meetinglar, ya'ni produktiv bo'lmagan uchrashuvlar bularga kiradi deyapti. Für diese Tätigkeiten braucht der Arbeitnehmer in Deutschland so viel Zeit, dass im Durchschnitt 2,6 Überstunden pro Woche macht. Ya'ni ushbu ishlarga ularga kerak bo'ladi. Demak, Germaniyada shunchalik ko'p vaqt, что ular o'rtacha 2,5 soat hafta mobaynida sarflashadi. E'tiborimizni 3-mashqqa qaratamiz. Textarbeit, ya'ni o'sha tekstdagi ma'lumotlarni demak biz to'g'ri hamda noto'g'ri javoblarni belgilashimiz so'ralmoqda. Birinchisiga e'tiborimizni qaratamiz. In Deutschland beginnen Arbeitnehmer immer pünktlich mit ihrer Arbeit deyapti. Albatta bu falsch bo'ladi, ya'ni ular ba'zida kech qolishadi. Sie machen von 12 bis 14 Uhr Mittagspause, bu ham albatta falsch bo'ladi. Keyingisi, nicht alle Mitarbeiter arbeiten den ganzen Tag. Ya'ni hamma ishchilar ham butun kun davomida ishlamaydi, bu richtig. Keyingisi, Arbeitnehmer in Deutschland kaufen oft während der Arbeitszeit online ein. Ya'ni ish paytida ular onlayn narsa xarid qilishadi, bu ham richtig. Sie trinken viel Kaffee und reden gern über andere Personen. Ya'ni ular bajondir kofe ichishadi va boshqa sheriklari haqida gaplashishadi, bu ham richtig. Alle Meetings in Deutschland sind unproduktiv, bu falsch. Ya'ni hamma mitinglar ham mahsulotli emas deyilyapti. Bu albatta xato javobi demak bizda belgilanadi. 4-mashqda temporale prepositionen, ya'ni vaqt prepozitsiyonlari, predloglari haqida gaplashamiz. Misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi, die meisten Kollegen machen zwischen 12 und 14 Uhr Mittagspause. Ya'ni zwischen prepozitsioni bu yerda ketmoqda. Ko'pchilik o'sha ishchilar 12:00 dan va 14:00 oralig'ida tanaffus qilishadi. Ya'ni zwischen de ma'nosi orasida, oralig'ida degan ma'noda anglatadi. Aynan bu o'sha temporal prepozitsion hisoblanadi. Ikkinchi misol, beim Kaufen trinken reden ich gerne mit Kollegen. Ya'ni kofe ichish mobaynida men bajondir boshqa kollegalar bilan suhbatlashaman, bu by prepozitsioni ketmoqda. Keyingisi 3. 17 Uhr fahren viele Mitarbeiter nach Hause. Ya'ni 17:00da ko'pchilik ishchilar uyiga ketadi deyilyapti. Bu yerda nach aynan lokal, bo'lsa temporale prepozitsioniga hisoblanadi. To'rtinchisi, vor der Besprechung muss Frau Müller die Dokumente kapieren. Ya'ni majlis oldidan Müller xonim dokumentlarni xerox qilish kerak. Ya'ni bu yerda for preposition haqida gap ketmoqda. Keyingisi 5-da nach der Besprechung schreibt Frau Müller das Protokoll. Ya'ni nach prepozitsiyoni majlisdan keyin Müller xonim protokol yozadi.
Keyingisi 6-si die Besprechung dauert von 14 Uhr bis 16. Bu yerda aynan von bis, ya'ni majlis davom etadi 14:00 dan 16:00 gacha. Ya'ni von dan bis gacha. 7-si Frau Müller arbeitet hier schon seit 5 Jahren. Ya'ni Müller xonim bu yerda ishlaydi 5 yildan beri. Ya'ni seit fe'li dan degan ma'noni beradi. Seit prepositsioni. 8-si Am Freitag ist Feiertag. Ya'ni juma kuni bayram kun. Ya'ni am bu yerda prepozitsion hisoblanadi. Keyingisi im August haben wir Betriebsferien. Ya'ni avgust oyida bizda o'sha bayram bo'ladi deyapti yoki ta'til desak to'g'ri bo'ladi. Menimcha bu yerda im aynan oyga nisbatan ishlatiladigan demak temporale prepozitsion hisoblanadi. Endi shularni jadvalini ko'rib chiqamiz. Bu yerda demak soatga nisbatan ishlatiladi, ya'ni da ma'nosini beradi. Ko'rib turibmiz, bu akkuzativni talab qiladi. Keyingisi Freitag bo'lsa, biz am prepozitsioni qo'yamiz, ya'ni am Freitag. Bu esa dativ. Navbatdagisi oy, hafta, bularga im ishlatiladi. Bu ham o'zidan keyin demak dativni talab qiladi. Endi keyingisi während der Arbeitszeit, ya'ni ish vaqti mobaynida während. Bu genitiv. Keyingisi bu yerda ikkita vaqt berilyapti. Menimcha zwischen deb qo'ysak bizga to'g'ri bo'ladi. Bu ham dativ bo'ladi, ya'ni 14:00 va 12:00 oralig'ida. Keyingisi beim Kaffee trinken, bu yerda by o'zidan keyin dativ. Hop, navbatdagisi for, ya'ni for bu yerda ketyapti. Bu yerda esa nach. For der Besprechung, nach der Besprechung. Va ko'rib turganimizdek, bular ham dativni talab qilmoqda va wie lange davomiyligi, ya'ni bir muddatdan ikkinchisigacha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda demak fonni qo'ysak menimcha to'g'ri bo'ladi. Dan bis gachor. Ya'ni fon dativ, bis gachor akkuzativ. Va bu yerda bir vaqtdan boshlanyapti, shuning uchun zayd qo'yamiz. Bu ham albatta o'zidan keyin dativni talab qiladi. Demak, bular aynan o'sha temporale prepozitsiyalar edi. Endi esa S qismida aynan shu prepozitsiyalarni biz joylab chiqishimiz kerak bo'ladi. Die Konferenz beginnt am Donnerstag um 10 Uhr. Peter arbeitet seit 3 Monaten in unserer Abteilung. Was macht der Chef eigentlich während seiner Arbeitszeit? Ich war von 10 bis 13 Uhr in einem Meetings. Va qolgan mashqlarni mustaqil ravishda demak tugatib qo'yishingiz sizdan so'raladi. 5-mashqda esa bizga demak Zeitplanung, ya'ni sizning vaqt rejangiz deyilmoqda. Bu yerda demak berilgan tayyor redelmitterlarni foydalangan holatda va temporalilik prepozitsiyalarni ishlatgan holatda demak o'zimizni o'sha vaqt rejalarimiz haqida aytib yozishimiz bizdan so'ralmoqda. Do'stlar, bu aynan 5-qismga atalgan vazifa edi. 8-mashqda demak bizga maxsus xo'rinlar berilyapti. Shu xo'rinlar yordamida demak hafta kunlarini ketma-ketlikda qo'yib qo'yishimiz bizdan so'ralyapti va pastki qismida esa oy, sana va B qismida esa sanoq sonlar. Ya'ni der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte. 6-chi demak der sechste, der siebte, der achte, der neunte, der 10te ko'rinishda bo'lmoqda va davom etamiz. Der 11te, der 12te, der 13te, der 14te, der 15te. Hop, 16 der 16te, 17 der 17te, der 18te, der 19te, der 20te ko'rinishga kelib qoladi. 21 der 21te, der 22te, der 23te, der 24te, der 25te. Va 26 berilmoqda. Der 26te, der 27te, der 28te, der 29te hamda 30-chi der 30te bo'ladi va 31te ko'rinishga kelib qoladi. Bular albatta takrorlanish bo'lmoqda. Bu haqida to'liq ma'lumotni siz aynan o'sha Aber Kapital, Aber Spektrum kitobidan ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 10-mashqda demak einen Termin zu sagen oder verschieben, ya'ni uchrashuvni
atmen qilish yoki boshqa kunga ko'chirish to'g'risida demak bizga xat berilyapti. Aynan shunday uchrashuvlarni rad etish yoki boshqa kunga ko'chirish to'g'risida demak bizdan Schreiben yozishimiz so'ralmoqda. Kelinglar, birinchi o'rinda biz emailda ushbu xatni birgalikda tarjima qilamiz. Demak, lieber Herr Kipke, ya'ni sevimli janob Kipke. Sie haben am 23. Oktober um 10 Uhr einen Termin mit Tamara Sand. Siz 23 oktyabr kuni soat 10:00 da uchrashuv Tamara Sand bilan belgilagan edingiz. Leider ist Frau Sand aus gesundheitlichen Gründen bis Ende Oktober nicht im Büro. Afsuski, Sand xonim sog'lig'i sababli oktyabr oxirida byuroda bo'la olmaydi. Das Gespräch mit Ihnen führt Frau Stein. Demak, uchrashuvni o'rniga Frau Stein olib boradi. Der Terminkalender von Frau Stein ist am 23. Oktober bereits voll. Demak, uchrashuv kalendari Stein xonimdagi 23 oktyabr kuni уже to'lgan. Können wir aus diesem Grund einen neuen Termin vereinbaren? Biz shu sababdan yangi uchrashuv belgilay olamizmi, deyapti. Haben Sie am 25. Oktober um 15 Uhr Zeit? 25 oktyabr kuni 15:00 da sizni vaqtingiz bormi? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sizni tushunganingiz uchun katta rahmat. Mit besten Grüßen, demak Maria Schon. Va B qismida maxsus berilgan redimitorlardan foydalangan holatda siz aynan Mariyaga javob berishingiz demak so'ralmoqda. Va albatta ushbu yozilgan xatlarni kurs mobaynida siz o'sha ustozingizga tekshirtirishingiz so'raladi. 11-mashqda demak byuro kommunikatsiya to'g'risida bizga demak dialog berilmoqda. Bu yerda Lina hamda Niklasni suhbatini kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Hallo Niklas, salom Niklas. Hallo Lina, hast du viel zu tun oder wollen wir einen Kaffee trinken? Salom Lina, san ishing ko'pmi yoki birgalikda kofe icha olamizmi? Lina, es tut mir leid, vielleicht später. Uzr, balkim kechroq. Ich habe im Moment wirklich viel zu tun. Hozirgi paytda rosa ham ishim ko'p haqiqatan. Ich muss eine dringende Anfrage beantworten. Man zudlik bilan demak so'rovlarga javob berishim kerak. Dem Hausmeister eine E-Mail schreiben, ya'ni boshliqqa email yozishim kerak. Dem Chef das Protokoll dessen Besprechung geben, ya'ni boshliqqa protokolni oxirgi majlis protokolini berishim kerak. Den Informatiker anrufen, den Jahresbericht lesen. Informatiklarga telefon qilishim kerak, dasturchiga yil hisobotini o'qishim kerak. Der Firma Birne eine Angebot schicken, ya'ni Birne firmasiga taklif bildirishim kerak. Und der neuen Praktikantin das Haus zeigen va yangi praktikantlarga uyni ko'rsatishim kerak. Niklas, du arme, bechora degan ma'noni beryapti. Kann ich dir irgendwie helfen? Senga nimadirdan yordam bera olamanmi? Lina, ja gerne, was möchtest du machen? Nima qilishni xohlaysan? Niklas, na der Praktikant das Haus zeigen. Ya'ni praktikantga demak uyni ko'rsatmoqchiman. Lina, das habe ich vermutet. O'ylab ko'rishim kerak degan ma'noni bermoqda va 12-mashqda aynan bizga akkuzativ hamda dativ kelishiklarini o'rni to'g'risida ma'lumotlar berilyapti. Kelinglar grammatik jihatdan ko'rib chiqamiz. Demak, bizda birinchi holatda wir wollen wir mal einen Kaffee trinken. Ya'ni bu yerda einen Kaffee, kofeni ichishni xohlaymiz deyapti. Bu yerda akkuzativ bo'lmoqda. Ikkinchi holatda es tut mir leid, ya'ni mir bu dativniy падежda olmoshi, shuning uchun bu yerda dativ bo'ladi. Navbatdagisi ich muss eine dringende Anfrage beantworten. Ya'ni men zudlik bilan o'sha tezlik bilan savollarga javob berishim kerak. Bu ham albatta akkuzativ bo'ladi do'stlar. Navbatdagisi ich muss dem Hausmeister eine E-Mail schreiben. Va bu holatda demak bizga ikkita kelishik berilmoqda. Birinchisi demak dativni, ikkinchisi akkuzativ. Ya'ni men qilishim kerak o'sha uy egasiga emailni yozishim kerak. Aynan shu holatda bizga agar ikkala ot ikki xil падежda berilayotgan bo'lsa, birinchi o'ringa biz har doim dativniy падежda, keyin esa akkuzativ падежda qo'yishimiz bizdan so'raladi. Ich muss dem Chef das Protokoll geben. Ikkinchi holatda ham demak xuddi shunday holat bo'lyapti. Ya'ni bu yerda dem Chef dativ, das Protokoll akkuzativ.
Navbatdagisi ich muss den Informatiker anrufen. Bu yerda albatta akkuzativ bo'lyapti. Keyingisi ich muss den Jahresbericht lesen. Bu ham akkuzativ. Ich muss der Firma Birna eine Angebot schicken. Bu yerda esa dativ hamda akkuzativ. Ich muss der neuen Praktikantin das Haus zeigen. Bu yerda ham dativ va akkuzativ va oxirgisi kann ich dir helfen. Ya'ni bu yerda dir dativni bajash olmoqchi bo'lmoqda va ushbu ma'lumotlarni quyidagi jadvalga to'ldirib qo'yishingiz demak sizdan so'raladi do'stlar. 13-mashq A qismida demak akkuzativli fe'llar berilyapti. Kelinglar birgalikda demak ularni akkuzativga o'tkazib chiqamiz. Das macht Susanne heute. Sie liest einen Artikel. Sie beantwortet die E-Mail. Die E-Mail. Sie navbatdagisi essen demak ist einen Apfel. U yeydi demak olmani. Shu tariqa qolgan fe'llarni ham aynan akkuzativga o'tkazib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu berilgan demak otlarni. Bir qismida esa dativni bajarishga o'tkazamiz. Es tut mir leid, kann ich Ihnen kechirasizlar, Ihnen helfen. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Der Kaffee schmeckt. Sie bo'lsa demak ihr bo'ladi. Ihr nicht. Sie danke Ihnen für die Hilfe. Wie geht es dir? Am Dienstag passt es ihm bo'ladi. Aynan mana bu yerda berilgan dativni bajash strukturasini ham yodlab qo'yamiz. Demak ich, mir, du, dir, ihm, sie, ihr, es, ihm, sie, ihnen ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni menga, senga, unga, sizga, ularga degan ma'noni beradi va S qismini mustaqil ravishda endi dativ hamda akkuzativ holatiga o'tkazib qo'yishingiz sizdan so'raladi. Bu albatta 13-mashq edi do'stlar. 17-mashqda struktura indirekte fragen, ya'ni biz eslanglar bo'lsa spektrum A1 da tanishgandik. Bizda demak maxsus V harfi bilan ishlatiladigan savollar, ya'ni to'liq javob beriladigan savollar va V harfsiz shunchaki fe'lni ikkinchi o'rindan birinchi o'ringa o'tkazib beriladigan savollarimiz bor edi. Endi shularni savol berish, ya'ni savol tariqasida berilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda wann kommt der Monteur? Weißt du wann der Monteur kommt? Ya'ni qachon monteur keladi, bilasanmi qachon monteur kelishini deyapti. Können Sie mir sagen wann der Monteur kommt? Menga ayta olasizmi qachon monteur keladi? Ich weiß nicht, men bilmayman qachon monteur keladi. Demak bu javob bo'ldi. Ana bu yerda wann, wo kabi maxsus so'zlardan foydalanilgan savollardagi aynan shu so'zlar aynan qo'yib javob berilish bizdan so'ralmoqda. Ikkinchi holatda esa V harfsiz aynan qisqa savollar. Bu yerda endi ob so'zidan foydalanamiz. Kommt der Monteur heute Nacht? Bugun yana monteur keladimi? Weißt du ob der Monteur heute Nacht kommt? Bilasanmi bugun monteur keladimi? Können Sie mir sagen, ayta olasizmi monteur kela oladimi bugun? Ich weiß nicht ob der Monteur heute noch kommt. Men bilmayman, demak monteur bugun keladimi yoki yo'qmi? Ya'ni shu savollarda kelinglar endi mana bu qismini ko'rib chiqamiz. Vielen Fragen im Büro. Wann die Besprechung beginnen? Wann beginnt die Besprechung? Ich weiß nicht, wann die Besprechung beginnt. Warum der Kopierer schon wieder kaputt sein turibdi? Demak, warum ist der Kopierer schon wieder kaputt? Ich weiß nicht, warum der Kopierer schon wieder kaputt ist ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi holatda wer schreibt das Protokoll? Ich weiß nicht, wer das Protokoll schreibt. Uchinchisi, wo ist Frau Müller heute Vormittag? Wo war, ya'ni sein fe'li var bo'lyapti. Wo war Frau Müller heute Vormittag? Ich weiß nicht, wo Frau Müller heute Vormittag war. Shu tariqa navbatdagi mashqlarni ham mustaqil bajarib qo'yasizlar
va 19-mashqda bizga tekst berilmoqda. Bu yerda demak salomlashish, xayrlashish, murojaat, telefonlashish hamda darajalar va o'z vaqtida kelish hamda biznes suhbatlari va qisqa suhbatlar va xayrlashuv to'g'risida demak ma'lumotlar berilyapti. Ushbu gaplarni demak mustaqil ravishda demak tarjima qilasizlar va shu bilan 4-kapitalimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda va bizni kuzatishda davom eting. Navbatdagi kapitullarda ko'rishguncha deb qolaman.